Yoz faslida suv juda muhim hisoblanadi. Kunlar issiq bo'lganda suvga ehtiyoj oshadi va suv resurslari kamayadi. Natijada chekka hududlarga suv yetib borishi qiyinlashadi. Xalqimiz bu vaziyatda suvni saqlab qolish uchun bochkalar va suv yomkichlaridan foydalanishadi. Siz tanlovda adashmasligingiz uchun biz o'zimizning yuqori sifatli, quyoshda rangi o'chmaydigan va peshivoy, ya'ni oziq-ovqat uchun mos keladigan sertifikatga ega bochka va yomkichlarimizni tavsiya qilamiz. Kattaroq hajmdagi suvni saqlash uchun 200 litrdan 3 tonnagacha bo'lgan yomkichlarimizni tavsiya etamiz. Bu yomkichlarimizning pastki qismida maxsus rezba ochilgan. Agar siz ishxona yoki ofisingiz uchun suv saqlamoqchi bo'lsangiz, biz rota tanklarimizni tavsiya qilamiz. Rota tanklarimiz orqali siz 3 tonnadan 18 tonnagacha suvni saqlashingiz mumkin va biz bu mahsulotimizga 3 yilgacha kafolat beramiz. Agar sizga ham sifatli bochka va yomkichlarimiz qiziq bo'lsa, quyidagi telefon raqamlariga murojaat qiling.